Salom do'stlar, hammaga. Demak, trenirovkani boshlaymiz. Hop. Suvga mana ozgina kreatin qo'shib olamiz. Tana vaznlaringga qarab 2,5 grammdan 5 grammgacha ichsa bo'laveradi. Mutaxassis bilan gaplashib olasizlar. Men 2,5 gramm qo'shdim. Demak, suvga qo'shsa bo'laveradi. Aralashtirib olamiz. Trenirovkadan oldin olinsa kuch beradi. Hop, demak, boshladik. Video olmoqchi bo'ldim, men o'xshamadi, mana boshlandi. O'zgartirib oldik. Trenirovkaga ketdik. Skuterchani yoqamiz. Ketdik bo'lmasa. Yugurib, tanalari qizitib, tezlashtirilgan tartibda qo'yib yubordim. Salomat bo'linglar.